Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Men programma riyosatchisi Tanur Bakri. Kucha Qizil Ming uylari ming necha yuz yillik madaniyat ko'kri bo'lib sifati bilan uningda nihoyat mo'l milliy madaniyat omillari saqlangan. Kösen tam rasmlarida ayni chaqdagi moddiy madaniyatidan uchur berguchi qatnash qurollari, turmush buyumlari, ishlab chiqarish buyumlari, har xil chalg'ulardan boshqa yana xalq ichidan saqlanib kelgan urf-odat va kiyinish odatlari qatorliqlarni aks etadi. Kösen Ming öylari bugungi Kucha, Bay, To'qsun aylarga tarqalgan ming uylarni ko'rsatdi. Ularning ichidan Qizil Ming uy, Qumto'ra, Simsim, Qizil Qaga qatorliq ming uylarning qizilgan davri bir qadar burun doirasi keng. Tam rasmlarining saqlanishi bir qadar yaxshi. Bu ming uylarda 500 dan ortiq g'or bo'lib, ko'lami 20 ming kvadrat metrga yaqin. Nafis tam rasmlari saqlanib qolgan. Kuchadagi Qizil Ming uy tam rasmlari dunyo san'at xazinasidagi bebaho go'har bo'lib, buningdagi kiyim-kechak, musiqa qatorliq jihatlardagi mazmunlar kishini to'limi o'ziga jalb qildi. Undaqda Kuchadagi Ming uy tam rasmlarida bu jihatda qanday aloyidaliklar gavdalangan, buningga qanday sirlar yoshiringan. Kuchadagi Qizil Ming uyning gullangan mazgili 200 yildan ortiq davom qilgan bo'lib, bu davrda qazilgan g'orlar Qizil Ming uydagi barliq g'orlarning 20 dan ko'pragini egallaydi. Hozir tam rasmiy saqlanib qolgan 84 g'or bor. Ularning ichidan Kösen xalqining kiyim-kechaklari xili muhim temalardan biri bo'lib, ularning kiyim-kechaklari endi kiyim-kechaklaridan farqli holda tasvirlangan. Qizil Ming uydagi kiyim-kechak tam rasmlari Budda, Bodhisattva va boshqa buddizm tangrilari kiygan kiyimni ko'rsatmaydi. Balki ayni davrda ming uylarni yasashgan kuch chiqargan podshoh, xonika va oqsuyaklar, tiving'o'jilar, saxovatchilar kiygan kiyimni ko'rsatadi. Qadimgi Kösen rassomlari saxovatchilardan xon, xonish va oqsuyaklar rasmini Choyta g'orlarining asosiy xonasiga kiradigan ishning o'ng so'l tarafidagi tomlari bilan asosiy xonadan orqa xonaga o'tadigan o'ng va so'l koridorlarning ikki yon temiga buddiga talpinib turgan holatda sizgan. Qizil Ming uyning 69-g'orida bu xil tom rasmlarni uchirta olamiz. Biz nurg'un shu buddizm ilmatlarini san'atining ipak orqali biz Hindiston va shu Qandar O'rta Osiyodan qabul qilgan. Lekin ularning kiyim-kechaklar bilan shu qadimda g'arb bir yashagan xalqlarning kiyim-kechaklari zo'r jihatda farqlangan. Ya'ni ularning biz nurg'un tam rasmlarga qaraydigan bo'lsak, ba'zida badanning usti yalang'och. Albatta bu amaliyotda bu g'arbiy yurtdagi xalqlarning shu vaqtdagi yashash muhiti va urf-odatga to'g'ri mos kelmaydi. Biz shu ming uy tam rasmlarga nazar soladigan bo'lsak, 8-g'ordagi 16 shamsharliklar g'ori. Bu yerda shu o'ng va so'l koridorningki ishchi va tashqi jami 8 dan 16 nafar Kösen oqsuyaklarining rasmi chizilgan. Ularning hammasi shu o'ngga yoki so'lga qayrilgan shu ton kiygan. Ammo bu tonningki hamma yerlariga gul keşlengen, nusxalar keşlengen. Anadaki bularning kemer bağlab, shu metal kemer. Anadaki şemşer asqan.
Kucha Qizil Ming Uyni markaz qilgan Ko'san Ming Uyi tom rasmlarida erlarning kiyim-kechaklari bizga estetik zo'q beg'ishlasa, Ko'san qiz ayollarining kiyim-kechaklari bizga texmo kuchlik go'zallik tuyg'usi beradi. Har qanday tam rasmlarda o'sha ayollarni, bularni o'sha hikoyachiga muhim ayollarni tasvirlagan chog'da u ayollar yalang'och tasvirlangan. Ular cho'qim o'sha butun yapq holatda o'sha yerlik kiyimlarni kiygan holatda tasvirlangan. Saxovatchilarning rasmi butun o'sha g'arlarninki karduriya orqa tarafi yoki kardurning o'ng so'l orqa taraflariga yoki bo'lmasa ishdan kirganki uyoqchining ostin tarafiga suzilgan. Bular ko'p qismi asos jihatdan ayni davrdagi go'zalliklar shu kaltit ton, anadagi uzun ton kelgan, anadagi ba'ziniki ikki tarafi ayollar bo'lsa shunday yarishimliq, ya'ni shu kanechi yangba ba'zilarining shunday gul tutilgan shunday kiyimlarni kiygan. Kuchadagi Qizil Ming Uy tom rasmlaridagi kiyim-kechak madaniyatini aks ettirishda ayni davrdagi Ko'san rassomlari ularni endi kiyim-kechaklarini kiygan boshqa obrazlardan farqlantirib suratlab bergan. Dunyo ahlini Qizil Ming Uy madaniyatiga texmo qiziqtirgan. Bir 1913 yillari shu Qizilni ziyorat qilib, mushahada arxeologik tekshirish va madaniyat yodgorliklari o'g'irlash bilan shug'ullangan Likok hayron qoldi. Shinjongdagi qarindoshlarimiz bizdan 10 asr burun shu egiz boshliq oyoqlarni kiyibgan deydi. Hamda gerçi bu üzülmüş qadimgi go'zalliklarning madaniyat tajovuz nuqtasidan shunday degan bo'lsa-mu, ayni davrga Jungo Shinjongdagi qadim xalqlarningki kiyim-kechak, mayli mush kiyim bezaklari, choch bezaklari, hatto biznatlar jihatdanmi Yevropalarning eshib tushganligini o'zi og'z-og'ziga tegmay so'zlaydi. Bu o'sha ayni davrdagi Ipak yo'lining tuguniga joylashgan shu Ko'sanda G'arb va Sharqniki madaniyat almashtirish jarayonida o'ziningki madaniyatiga mos keladiganlarni dadillik bilan qabul qilib, o'zini tadrijiy kuchaytirib, o'ziningki mavjudligini xalqqa tunutib kelgan. Kucha Qizil Ming Uydagi tom rasmlarida xon jamatlarining kiyim-kechaklari, Ko'san oqsuyaklarining kiyim-kechaklari, ayollarning kiyim-kechaklari, Ko'san avom xalqining kiyim-kechaklari, navkarlarning kiyim-kechaklari farqli suzilgan. Bu ayni davrdagi Ko'san xalqining kiyim-kechaklarini tadqiq qilishdimi muhim material bo'lib hisoblanadi. Ondan keyin bu kiyim-kechaklarning bir qismlari ta hozirga qadar kiyib tilinayotdi. Ba'zilari bo'lsa shu sahnalarni o'ynalayotgan kiyim-kechaklar, faqat uning ba'zilari bo'lsa har xil yo'sinda xalq orasida, masalan, shu egiz tumoq deymiz, andan keyin kichik bo'lsin, masalan, ayollarning xil-xil zibizinatlari ta davrimizga qadar yetib kelmoqda. Ko'san tom rasmlarida ko'rilgan kiyim-kechaklarning shakli har xil, turi ko'p bo'lib, Ko'san tom rasmlarida xon jamat a'zolari va oqsuyaklarning ko'p qismi yalang'och bo'lib, buning sirini ishqirlab tadqiq qilishga to'g'ri keladi. Umuman Ko'san tom rasmlaridagi kiyim-kechaklar g'arbiy yurt madaniyatining, shundaqla Ko'san xalqining aql parosining javhari va ijodchanligining buyuk yordamchisi bo'lib, buningga bo'stonliq va yayloq kiyim-kechak madaniyatlarining javharlari mujassamlangan. Ko'san Ming Uylari o'zining buddizm madaniyati va qadimgi yaratgan mo'jizalari bilanla mashhur bo'lib qolmasdan, balki Ipak yo'lidagi muzika, usul paydo bo'lgan ham g'arb sharqqa ta'sir ko'rsatgan muhim madaniyat markazi bo'lib hisoblanadi. Undaqda Kucha Qizil Ming Uyida bu jihatda qanday alohidliklar saqlangan? Ko'san barpeti nima uchun hozirgacha saqlanadi? Milodiya 6-7 asrda Qizil Ming Uyning gullangan davri bo'lib hisoblanadi.
Bu mezgillarda taom rasmlarida muzika, usul obrazi tadrijiy ko'paygan. Biz qadimdan nazarga soladigan bo'lsak, Kusan o'ziniki buddizm madaniyati, shu qadimki yaratgan mo'jizalarlar dunyoga mashhur bo'lib qolmasdan, shu Ipak yo'lidagi muhim bir muzika usul paydo bo'lgan, ham shu g'arb sharqqa ta'sir ko'rsatgan intayin muhim bir madaniyat markazi bo'lib hisoblanadi. Bizningki shu Mo'ng'ay tam rasmlarda jami 27 xil chalg'u, har xil usul ko'rinishlari ifodalangan. Hamda bundan boshqa bizningki shu junama, suynama, tangnama shu muzika tazkirlarida xotirlanishicha, ayni davrdagi Kusanninki muzikadagi shu 5 tarana 7 ovoz tusini shu Kusan, udon, sula muzikalariningki bir variant bo'lish sifatida qadimgi Kusanda intayin umlashgan. Keyincha shu sujub, ya'ni sujiva mushu muzik shaklini o'tirtizdan taqib shuhrat qozongan. Әріш нәғмечілері қызыл мүң өй там рәсім сәнетедекі бәделігі интайын күшлік бір ғыл шекіл. Қызыл мүң өй 38-ci ғарадекі әріш нәғмечілерінің намы мәшғұр болып, оның да ройы қияпеті, халеті өзгече вә әр қыл болған 28 nəfər әр аял сазанды ба. Muzikatlar qarınınki oң və sol tamlarga 7 gruppa, yani bir tamda 7 grup, onda da jami 28 adam shu maxsus shu arish sazandalari, ya'ni buni o'yinchi tangrilar deymiz. Ular shu birsi chalg'i chalayotgan bo'lsa, yana birsi usul tankash qilib o'ynayotgan ko'rinish bor. Bu 38-qarmlarda 4-asrda qazilgan. 4-asrda bu Kusan bu muzika usul san'atniki eng yuksak pallasiga yetgan deyamiz. Taraqqiyot mezgilidagi taom rasmlarida Hindiston, Iran, o'rta tuzlanlik va Kusanning har xil chalg'u turlari bor. Ani undan boshqa biz hozir ziyorat qilmoqchi bo'lgan shu 27-qardimi ayni davrdagi shu usulliq ko'rinishlar uchraydi. Bizningki bu usul ko'rinishlarimiz mayli shu baranchi bo'lsin, chekitin bo'lsin, har xil shodiyona, ashunda shodiyona, ashunda usullar, potu usul deymiz, chiroq usuli deymiz, shundaq usullar qadimda shu rassomlar buni tadrijiy holda hikoya voqealar bilan birlashtirib tam rasmlarga chizib o'tgan. Bu bizning qizil mo'ng'oylar emas, qumtir mo'ng'oy, simsim, qizil qog' mo'ng'oylarda nihoyat kam uchraydi. Barbit Farschadan kirgan tarixlik chalg'u degan ma'nodagi so'z bo'lib, Xanzochida pipa deyiladi. U qadimgi Kusandagi amgakchi xalq ijod qilgan bir xil tarixlik chalg'u bo'lib, Qizil Ming o'ydagi 38-ci, 77-ci, 98-ci, 117-ci, 137-ci g'arlarda bu turdagi chalg'u asoblarning ko'rinishi ko'p uchraydi. Eng ko'p uchraydigan chalg'ulardan 5 tarlik barbat, 4 tarlik barbat, tikchang, yotmichang, endi baliman, yotminay, uzunnay, anadagi nurg'un shu cho'ng kichik tumbaq, dop qatorliq shunda chalg'ular uchraydi. Bu chalg'ularning bir qismi keyincha shu Uyg'ur 12 muqomidagi eng muhim chalg'ularning bir qismi bo'lib qolgan. Yana bir qism chalg'ular shu Kusan orqali ishki tuzanlikda qolgan. Qucha Qizil Ming o'yining 101-ci g'arida Arishdagi nag'ma navosining tasviri sifatida har xil sozlarni chelib nag'ma qilayotgan, usul o'ynayotgan taom rasmi bo'lib, bu qadimgi Kusanning mamlakatimiz va dunyoning muzika san'at xazinasini beyitishda munosib to'kpilarni qo'shganligini isbotlaydi. Masalan, shu Kusan barbiti degan, garchi bu Daryo vodisida paydo bo'lgan bo'lsa-mu, bu O'rta-Osiyodagi. Bu Kusanda zo'r shuhrat topib, o'tir iqlim taqalgandan keyin, bu vaqtga o'tir iqlimdagi shu qarindosh millatlarningki madaniy hayotini bechishda muhim rol o'ynagan. Undan boshqa balaman deymiz. Balaman bu qumushni yasaldi. Hozirmi shu bizniki 13 muqomdagi yaxshi bir hozir qadar o'rlab kelayotgan
çalgı. Ondan başqa şu arxil dumbaq, dap deganlarmi bizniki şu tam resimlerden saqit bulanmaydı. Hamma bir bulab mush quntirning 58 qari, hemen bayatını deb o'tgan, qizilning 38 qari, ya'ni qizil mo'yning 101 qarilarda shundoq bir usulliq ko'rinish bor. Undan boshqa 76 qarida maxsus shu orkestrda o'rinlayotganlar, 77 qarining ustun qismida çalgı çalıvatgan malaiklarniki resimli var. Bularmı aynı devirdeki şu kösen müzik usul sanatını tadqiq qilishda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Ama şu kösen müzik usul sanatınki bu dansısı keyincha şu yana bir jihatdan olgan chaqda şu Kumrajva, şu Yangju atrofiga, Donghang hozirgi Donghang atrofiga borgan chaqda nurg'un san'atkorlar bilan birga borgan. U yerdami şu kösen müzikasi asosida Yangju müzikasi ishlangan. Shunga şu g'arbiy yurtda bundaq ikki xil müzik bor deydi. Ya'ni birisi kösen nag'masi, yana birisi kösen Yangju nag'masi deb. Endi bu Yangju nag'masi dal şu kösen nag'malarininki bir o'zgargan varianti. Көрімен достан, Құча Қызыл Мің өйіні мәркәз қылған Көсен Мің өйлері шәрқның мүкәммәл буддизм сәнәт қазинлерінің бірі болып, біздің қадымқы Көсен вә ғәрбі юртның тарихи мәдениетini, оныңдaki қымметлік байқашланды тәтқиқ қылышымыздегі аз ұшырайдыған қымметлік образлық материалдыр. O мәңгі бейбаха тәвәрі күсіптіде бізге мәдениет izleri, sırlarını eğitip berdi. Qadrli көрермен dostlar, bayqash programımızın bugünkü sani mashada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganinglarga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.